Shu videoda kim ko'rsa yutib ketdi. Bir xona 33 ming dollarga. Kami ham bor. Mana kirasizlar. Bir, ana bu plakat reklama ilinib turgan kvartiramiz bo'lyapti. Ikkinchi qavat do'stlarim. Ya'ni bu yo'limiz mana. Gelgaradodan chiqib turib, ko'prikdan sirazi o'tib bilan chap qo'lga burilib, Brador tomon, Yujniy tomonga qarab. Jich yurganinglarda o'zi o'ng qo'limizda boshlanib ketadi. 4 etajli domlar. Aynan shu dom birinchi boshlangandagi joyimiz mana. Shunday kira olasizlar do'stlarim. Ancha aytaman, kuzatib turinglar deyman. Bir xona, kuxnyasi ham bor, sanuzurlari ham bor. 33 ming dollar kami ham bor do'stlar. 24 kvadrat bo'lyapti. Aka, manzilani bitta berib qo'ying. Mana Otaboyeva ko'chasini olib qo'yinglar. Ko'ring aka, yaqinlashib bering. Mana Gelgaradodan chiqamiz, mana Adar tomonga chap qo'lga shunday burilganimizda o'ng qo'limizdagi mana bu birinchi xonamiz. Keling aka. Mana bu kira olishimiz bo'lyapti. Buni bu yog'ini mana hozirgi kunda kuxnya qilib qo'yibdi mana. Kuxnyamiz. Suvlarimiz bor ekan. Kanalizatsiya sentralniy bor va eshikdan kirganimizda bu sanuzul, vanna, unitaz, aristollarni yangi qo'yib qo'yishgan ekan do'stlar va keling aka. Mana bu yerdan chiqadigan bo'lsak, kattagina ya'ni koridorchamiz bo'lyapti. Shu yerdan shunday tushasizlar, yo'l bo'yicha qolasizlar. Xullas, maktab deysizlarmi, sadik deysizlarmi, bozorchi deysizlarmi, hamma yerga yaqin. Bu yerda Yujniy do'stlarim. Endi zo'r joy. Lokatsiya ishlarga ham hamma yerga qulay joy do'stlarim. Qirg'iziston O'sh shahri. Ulitsa Otaboyeva ko'chasi 3A. Ya'ni 46-kvartira, 24 kvadrat bo'lyapti. Puli 33 ming dollar, kami bor juda ham zudlik bilan. 0221 bilan 61 83 25 va 0557 bilan 55 52 91. Kelib dokumentlarni o'zingizlar bir qator tekshirtiringlar, hamma yo'g'i zo'r dedi. Zo'r chiqsa olib maza qilib yashanglar do'stlarim.